shunaqa eshitgan bo'lsalaring, urf-odat bor, ko'p joylarga bor. O'zimizga ham bor ekan shunaqa. Tikuvchilikda o'rgangan har bir kishiga shunaqa ustozi qo'l berdi, bel boyladi degan gaplar bo'lar ekan, eshitganmizlar? Ha, eshitganmiz. Bu qizim, men shogirdim. Necha yillardan buyon shogirdman mana. Bugun shuni tikuvchi bo'ldi deb turib, urf-odatlarimizga ko'ra bel boylab qo'yamiz. Sizni yo'rig'ingizdan borib sizga o'xshagan chevar bo'lsa. Mana katta chevar bo'lib yursin. Mendan ham o'tib tushgan chevar bo'lsin ilohim. Ilohim. Aytganingiz Tilinklari ko'p bo'lib. Chevar qo'yadi o'zi. Kelgan klientlarni chiroyli qilib razmerlarini olasan. Rahmat. Tep tashiysan, ignalar bilan injiqroq klient kelib qolsa agar qo'llaringga tiqiladigan bo'lsa, hangishini yo'qotib qolasan. Qaychilar bilan shakllarni qirqib tashiysan. Mana har doim umr yo'llaring mana shunday oq bo'lib, tekis va uzun bo'lib yursin. Mayli, yashing katta rahmat. Muborak bo'lsin. Rahmat. Chiroyli aqlli qiz bo'lib, mana ertaga tug'ilgan kuni qizimizni, ham tug'ilgan kuni, ham to'yi munosabati bilan kelinib. Hammasi birda. Hangishini taqib muborak bo'lsin. Voy, rahmat. Eng katta chevar bo'lib yuring. Mendan ham o'tib tushgan chevar bo'lib yursin. Katta tikuvchi bo'lib, katta zakazlarni olib, eng katta tikuvchi bo'lib yursin. Bu meni eng katta qizim bu. Ona qizim deydi-ku, eng katta qizim mana. Endi erga rozi bo'ling. Mendan roziman, qizimni mana shunday chevar qilib berdim. Sizlar baxtingiz bundan ham chiroyli bo'lsin, ishlaringiz bundan ham zo'r yurishsin. Hech bir bo'lsin. rahmat. Sizga ham muborak bo'lsin.